2025-yil 1-noyabr ijtimoiy tarmoqda Farg'onali bog'bonni kuzatib boruvchi obunachilarimiz mana xudo xolasa bugundan ko'chatlarni ko'chirishni boshladik. Tomirlarga e'tibor berasizlar. Xudo xolasa tomirlari ham mana juda zo'r chiroyli holatda chiqyapti. Bugun bitta zakaz qilgan klientimiz yeri tayyor bo'lgan ekan. Ko'chirib bering diyordi. Xudo xolasa ana baklari to'kildi. Ana bugundan ko'chiryapmiz. Do'stlar, tomirlarga bitta baho berasizlar. Gilosda mana tagi vishnaga payvand bo'lgan. Tomir 2 yillik, tepasi 1 yillik. Navi ham yaxshi nav, Nimba. Ana zakaz qilib qo'ygan edi. Xudo xolasa akamizga ko'chirib beryapmiz bugundan. Bizga zakaz qilganlar yerlarini tayyorlab, chuqurlarni o'rnini tayyor qilib, ko'chat ekishga tayyor qilib kelaverasizlar. Mana shu yerdan sveji ko'chirib beraman. Xudo xolasa Farg'onali bog'bon podpischiklariga yaxshi navlarni beradi, ko'chatlarni, tomirlarni ham ko'p do'stlar. Tomirlari ham mana zo'r holatda do'stlar. Vishna qora gilosiga payvand bo'lgan. Videoga bitta like bosamiz. Boqqalaman deb yurgan tanishlarga videoni jo'natamiz. Mana suruvchilari juda ko'p bo'ladi Vishnayaniki. Sog' bo'lasizlar.